Bugün biz köpçülükке kirimni qanday boshqarish to'g'risida bilganlarimizni o'rtoqlashib boqaylik. Kirim degan bu payda bu. Paydani boshqarish ketamda, bu paydani boshqarmasang bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Hamma masala o'sha paydani boshqarmaganlikdan kelib chiqadi. O'sha bo'lgan savdoni hammani o'zimning pulim deb o'ylaganlikdan hamma ish buzilib qoladi. Biz cho'qim kirimni boshqarishimiz kerak. Kirim degan nima? Attigan qaqsada hamma narsani akilib oshxonaga solib o'tgandan keyin tayyorlikni bijirim qilib attiganlik mashg'ulot bozor kesh bozor hammani raos oldik. Saat 12 bo'lganda do'konda taqaymiz. Shu chaqda shu g'allingizga tushgan pulning hammasi sizning kirimingiz bo'ladi. Oshxonadagi mayli 30 adam ishlatildi, mayli 40 adam ishlatildi. Hammadan shu bir badey uchun kurash qilamiz. Shu badey xodim pullarni yig'idi, qo'mbabos, naqd, shu hammasi kirim bo'ladi. Bu kirimni qanday ishlatamiz? Buni boshqarmamda bunu boshqarmay, seych qapsasi seychiga, go'sht qapsasi go'shtchiga. Yeni bir kun qapsasi, yeni bir kun biriti vasak, pulni o'tab, bo'lini maosh yig'ilib, ijara yig'ilib, tok o'taverib, tok qazolab, oshxona suv to'xtab qolib, gaz yo'q say bo'lgan. Bunda masala yuz beradi. Cho'qim kirimni boshqarishni bilishimiz kerak. Bu kirimni qanday boshqaramiz? Hamma ishni sistemli qilib bo'lgan vaqtlarda shu pulning necha prosenti sizning, necha prosenti materialchining, necha prosenti qanday yana ekanligini hammani bilib turib agar oshxonalarda shu sistem bo'lib qolsa, men deganda yeb bo'lganlar sizlarga ma'lumot tushiraman. Masalan, deganda materialni taqib, kechda hisobni qilsam bo'ladi. Xuddi ittigini tirsam yerga, oqshom uysam bo'ladi, oqshom bilsam bo'ladi fayzini qasanlar. Mana ko'raverasizlar. Mushka tayilib bo'ladi. Bugun kecha savdolanki, necha prosentda sizlar qoladi, necha prosentda chiqim hammani hisoblab chiqarib bo'ladi. Mana kecha kelgan qo'mbol, kecha tushgan naqd badin qilgan chiqim, masalan, o'sha narsani plus badin bagaj bo'ladi. Undan boshqa ustamlar bergan materialning umumiy yig'indisi bir kunda xo'tanga chirab, chiqib ishlangan material hammasi mana shu jadvaloncha ilib bo'lgan bo'ladi. Uni do'stlar ustamning sotgan tomog'ini boshlab bilib bo'ldi. Agar g'azonlar ehtiyojimiz bor deb qo'ysalar, hatto do'kon oldiki har bir odamning do'konning necha prosentini, shu chiqimning necha prosentini tashkil qilayotganligini boshlab menda jadval bor, men tuzib qo'yganligini. Buni ish tuzmaymiz deganda sizlarning bishinglar kelganini bilasizlar. Bir qitim vayron bo'lib qolsanglar, bir qitim dumishga vaqtlarda tutdi deb shu yerdan to'xtab qaytmasdan yig'ilgan yerdan qo'biman degan planni tuzgan vaqtlarda bu yo'lni topsizlar, uni kelgandan men bunga yo'lda mangizlar. Men bunga yo'lda mangmay turib, oshxonachiman yoki uzun mazil taraqqiy qilaman deyishib baqib bu yerda farqli chiqmagan. Men beshimga kelgan, oldimga kelgan deb so'zlarni sen deb beraman. Shunga ajrimiz uchun yuraklarni ko'plab besib, yaxshi gaplarni yozib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz.